Кем вы работаете? Go'rkoma Magilshik. Почти 23 yildan beri qabristondamiz. Otamiz olamdan o'tgandan keyin 2002-yil olamdan o'tgandan 2002-yildan beri qabristonda ishlayman. Сколько зарабатываете в месяц? Sredniy ham topa olmaysiz. Mana misol uchun bitta go'r qaziysiz, necha pul bersa ham 200 ming, 250 mingdan olasiz olsangiz. Mana shu. Boshqa anaqa yo'q. Bir oyda misol uchun 25 ta ko'msangiz bu oy, keyingi oy 5 ta ham ko'mishingiz mumkin. Xudodan deb yo'q endi. Bizning ish endi mana shu. Расскажите о плюсах и минусах вашей профессии. Endi plyusdan ko'ra minus ko'proq. Mana bunaqa minus 20 bo'lgan paytda ham go'r qaziysiz, 60 gradus issuvda ham qabr ko'laysiz, vaqt belgilangan bo'ladi. Endi plyus tarafi sal bo'lsa ham yolg'onchi odamlardan uzoqroqdasiz. Qabristonda topganingizga shukr qilib yashasangiz, hech qachon och qolmaysiz. Дайте совет нашим zрителям от себя. Kamroq yolg'on gapirishsin, birovning haqqidan qo'rqishsin, ota-onaning qadriga yetishsin, o'lgandan keyin topa olmaysiz. Mana boshiga eng mushkul ish tushgan paytda ham tek qabristonlarga kelib unda ahamiyat berib, unda qarasin. Boy ham, kambag'al ham, 4 ta qizli bo'lgan ham, 4 ta o'g'illi bo'lgan ham hammasi shu yerda.